Otabekning qadri baland, qadrli obunachilarimiz, chorvador aka-ukalarimiz, mana bugun haftaning seshanba 26-may sanasidamiz. Jo'rabek ham xonadonlarga kelganmiz. Uchibosh qirg'iz ko'chat buqachalarni olib kelib bo'lganman akam. Obunachilaringga deydilar. Bir boshdan ko'rsatib, narxlarini tanishtirib beramiz. Uchalasini ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari, orqa boshlariga ko'rsatib beramiz hozir. Toza qirg'iz dedilar bu aka, issiqko'llar kelibdi bugun. Shu bugun tushibdi. Uchalasi ham orqa boshidan ko'rishingiz mumkin. Ikkitasini gavda bosh bir xil, biri 20. Ja, biri 18 ga olaverasizlar. Ikkalasini, buniki biri 15. Chiqdi, o'lchab ko'tdik. Kalla boshlarini ko'rishingiz mumkin. Mana oyoqlari ham baquvvat. Kura chiqazmagan bular, birortasi ham. Kuragi yo'q. Ko'chat buqacha. Hali kuragi yo'q bo'zalarimizni kalla boshlarida ko'rsatib o'tamiz. Mana kallalarni ham ko'rish qatirib turibdi, uchrasi ham mana. Quloqlarida bo'ldolari, mana quloqlari ham kesilgan ekan, shu bugun o'tgan. Mana buni ham quloqida bo'ldolari, kesilgan emlari turibdi hamasini. Uchrasi mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Uchrasi ham qirg'iz ko'chat buqachamiz. Boquvga tayyor, yemlasa bo'laveradigan variantida so'ragan aka-ukalarimizga. Aka, narxlari qanaqa buni? Agar Otabek uchalasini bir joyga elishadigan bo'lsa, akam 19 million 500 mingdan kamaytirib beraman. 19 million 500 mingdan uchalasini bir joyga elishsa, 1 million. Hayitga aksiya qilib, yo'lida qilib qo'yali. Ertaga hayit, hamma hayit ayyon bilan tabriklab qolamiz. Xayri bor. 19 million 300 ming so'm. Ikkitasini gavdasi bir 18 ga olaverasizlar, mana uni. Elishadigan bo'lsa 20 milliondan ozginada xayri bor. Uchalasini bir joyga tashamiz deysiz aka. 9 million 300 mingdan ozginada xayri bor. Magazin narxini qo'yali. Befort narx kerak yo'q. 9 million so'mdan beraman. 19 million so'mda uchalasini ko'rishingiz mumkin. Yo'q, men ikkita kattarog'ini olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, men ikkalasini qanchaga qilib berasiz? Buni 20 milliondan ozginada o'tib beraman. 20 million, mana o'zi bo'lsa 20 million 500 ming. Mana u 20 million 500 ming. Mana kallalari, mana oyoq qo'llarini ko'rishingiz mumkin. Toza qirg'iz. Ikkalasini bir joyga elishsa 19.5 dan nima deysiz aka? Ikkalasi ham qirg'iz ekan. Ozginada qo'shib berishadi. Yo, 19.5 dan yaxshi aka. Biri 18 gavdasi boqma buqa. Man desa mayli qilib beraman. Mana 19.5 milliondan ikkalasini mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi orqa boshlari ham joyida. Mana bittasi yakka yuziga qancha qilib beramiz mana? Yakka yuzi kichkina. Biri 15 gavdasi. Ozgina xayr qilib beraman. 18 million deyli. 18 million deyli bu. Aka, Chorva Chotabekda chiqdim desa 18 million so'mga. Mana. Xudo xolasa bo'zalarimiz yema-ochmoqlari yaxshi, sog'lom, doktor-puxturlar bilan ko'rib olishadi. Hamma yo'g'iga garantiya, yema-ochmoq bir hafta. Yema-ochmoqga garantisini berar ekanlar. Telefon nomeri aytaysizmi? 99lik 99lik hop 626 4000 raqamiga aloqa chiqaverasizlar. Bo'zalar hozir turgan joyi Namangan viloyati Uch tumani Yorqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Video yoqqan bo'lsa bittadan like tugmasini bosib, videoni do'st birodarlarga maksimal darajada tarqatib berasizlar.